İstanbulda yaşayotgan nurg'un Uyg'ur vatanda qolib qolgan urug' tuqqanlar bilan aloqa qilolmaydi. İstanbulda 2011-yildan buyon yaşayotgan Javlon Shirmuhammad shulardan biri. Javlon ayni vaqtda bir almashtirish programma bilan Istanbulga keladi. Keyin Istanbulda sayohat yetakchisi bo'lib xizmat qiladi. Oilasining beshiga kelgan peshkanliklarni Germaniya ovoziga so'zlab bergan Javlon mundaq dedi. Ata-anam bilan oxirgi qitim 2018-yili 11-yanvar Undidarda ko'rishdim. Lekin oradan 2 kun o'tib, ata-anam va qarindishim hech qanday tushuncha bermasdan meni aloqalashuvchilar tizimligidan chiqaribdi. Chet eldagi Uyg'urlarning Sharq Turkistondagi yaqinlari Xitoyning besimi sababli ularni aloqalashuvchilar tizimligidan o'chirib tashlaydi. Javlon Shirmuhammad vatandagi do'stlari orqali oilasining izdirigini qiladi. O 2019-yili 11-oyda dadisi, onasi va qarindishining 2018-yilning 5-ida atalmış kasbiy tarbiyalash markaziga elib ketilganligidan xabar topadi. Dadisi va inisi 2019-yili 12-oyda qo'yib beriladi. Lekin onasi 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilinadi. Javlon onasining nima sababdan kesilganligini bilmaydi. U onasini 2013-yili Turkiyaga qilgan sayohati sababli tutilgan deb qaraydi. Onun aytishicha, o'g'lini yo'qlash uchun Turkiyaga kelgan ona Xitoy tarafidan ruxsat qilingan rasmiy bir o'makning ichida kelgan. Lekin Turkiya Xitoyning gumonliq davlat tizimligiga kirgizilgan. Sharq Turkistondagi Sahiya komiteti e'lon qilgan ma'lumotga asoslanganda, Sharq Turkistonda Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar 235 ga yetgan. O'tgan 24 soat ichida 57 yangi yuqumlanuvchi bayqalgan bo'lib, jami yuqumlanuvchi 235 ga yetgan. Ulardan 11 nafar Urumchida, 2 nafar Sanjida, 1 nafar Qashqarda, qolganlar Bingtuanda. Ulardan 3 kishining kesili og'ir bo'lib, 13 kishi og'ir kasallar bo'limida davolanmoqda. Egilinishcha 235 kishi ichida 165 nafari kasallik alomati ko'rilmagan kishi bo'lib, jami 8089 kishi karantinga e'lingan. Xitoy virusi yuqumi boshlangandan buyon Uyg'ur faoliyatchilar Xitoyning Uyg'urlarni bostirish va assimilyatsiya qilish vositalaridan biri bo'lgan yig'ilish lagerida yuqum bayqalishdan yoki yuqum markaziga aylanib qilishdan andish qilmoqda. Yüzlеген Amerika fuqarosi Xitoydan kelgan posilkalarni topshirib olgan bo'lib, ichidan sirliq urug' chiqqan. Amerika Dehqonchilik ministrligi bu vaqtda tekshirish harakatini boshladi. Dehqonchilik ministrligining bayonotida aytilishicha, Amerikada yaqinda nurg'un kishi o'zi zakaz qilmagan posilkalarni topshirib olgan. Ichki bexatarlik ministrligi va Dehqonchilik ministrligi bu urug'larning qonunsiz yo'llardan kirishini to'sish va Amerika dehqonchiligining ziyonli hasharot va o'simliklarning ziyoniga uchrashdan saqlash uchun tekshirish qanot yaydirgan. Nurg'un kishi topshirib olgan urug' posilkalari ichida zibozinnat, o'yinchoq va simsiz quloqliq borligi aniqlangan. Amerika Davlat Mudofaa ministri Esperi Germaniyada turishliq 11900 Amerika askarini chekindirganligini e'lon qildi. Ulardan 6400 askar Amerikaga qaytarib kelinadi. 5600 kishi Shimoliy Atlantik Akti tashkilotidagi boshqa davlatlarga o'rnashtiriladi. Buning bilan Germaniyadagi Amerika askarlarining soni 36000 dan 24000 ga qisqartiriladi. Esperning aytishicha, Amerika Germaniyadan chekindirgan askarlar orqali Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining Belgiya va Italiyadagi bosh organini kuchaytirdi. Amerika Davlat Mudofaa ministri Esper Streker askarlarining Qora dengiz rayonida navbat bilan o'rnashtirilganligini, bir turkum aeroplanlarning Italiyadan yo'tkilib, Qora dengiz rayonida xizmat qiladiganligini e'lon qildi. Esper agar Varshava bilan mudofaa hamkorlik kelishimi imzolansa, Amerika armiyasi ichidagi yangidan qurilgan V askarlar markazini Polshaga yo'tkashni planlaganligini bayon qildi. Malayziyada Oliy sud sobiq bosh ministr Najib Razakni cheriklik jinoyati bilan sotlangan tunji sudda gunohkor deb qaraladi. Malayziyaning cheriklikka qarshi turish ko'rishida burilish nuqtasi deb qaralgan bu deloning tunji qitimliq isbot anglash yig'inida Malayziyaning sobiq bosh ministri Najib Razak 7 turlik ayblashning hammasida gunohkor deb qaraldi va 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi.
Sobiq bosh ministri Najib Razak 2009-yili vazifaga o'ltirgandan keyin Malayziya Davlat taraqqiyot fondi MDBni qurgan va bu fondining xizmatini o'zi kontrol qilgan. Bu fond elektr stansiyasi, Malayziya va O'rta Sharqdagi energiya shirkatlari va Kuala Lumpurdagi uy-mulk qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Razak Malayziya Davlat taraqqiyot fondi MDB qarmog'idagi bir tordan qonunsiz holda $10 million egilib olish orqali huquqidan qalaymaqon foydalanish va pul yuvish qatorliq 7 turlik jinoyat bilan ayblangan. Najib Razak o'zining gunohsiz ekanligini, deloning siyosiy ekanligini o'ttirg'a qo'yib o'zini oqlagan.